6 yoshdan keyin davolamaydilarmi? Oxirgi paytlarda menga eng ko'p kelayotgan savollardan biri aynan shu. Doktor onam 63 yoshda operatsiya qilishmayapti. Otam 7000 yoshda tekshiruvga yuborishmadi. Poliklinikada yoshini bahona qilib, endi foydasi yo'q deyishdi. Bu gaplar oddiy shikoyat emas, bu har bir oilaga tegishi mumkin bo'lgan juda jiddiy masala. Chunki bugun ota-onangiz ertaga o'zingiz yoki yaqin insoningiz shunday vaziyatga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir shu videoni oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men bugun bu mavzuni hissiyot bilan emas, qonun, tibbiy amaliyot va real hayotdagi vaziyatlar asosida tushuntiraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. 6000 yoshdan keyin odam davolamaslik mumkinmi? Yo'q, bunday umumiy qoida bo'lishi mumkin emas. Inson 6000 yoshdan oshgani uchun uni tekshiruvdan, davolanishdan, operatsiyadan yoki shifoxonaga yotishdan avtomatik ravishda chetlatish qonuniy ham, tibbiy ham, insoniy ham emas. Yoshning ham o'zi hukm emas. Shifokor bemorni pasportdagi raqamga qarab emas, umumiy holati, tashxis xavf darajasi, yurak o'pka, buyrak qon bosimi, qandli diabet, qon yuvishi, bevushlantirish xavfi va davolashdan kutiladigan foyda bo'yicha baholash kerak. Lekin nega odamlar 60 yoshdan keyin davolashmayapti deb shikoyat qilmoqda? Muammo shundaki, amaliyotda ayrim joylarda yosh noto'g'ri bahona sifatida ishlatiladi. Masalan, navbat ko'p, kvota cheklangan, shifoxonada joy yo'q. Operatsiya qimmat, mas'uliyat og'ir, bemorda qo'shimcha kasalliklar bor. Ana shunday paytda ayrim xodimlar bemorga tushuntirib o'tirmay, yoshingiz katta ekan, endi operatsiya ko'tarmaysiz, uyda davolaning, bunga arzimaydi. 60 dan oshganlarga qiyin deb qo'ya qoladi. Natijada odamlar buni go'yoki yuqoridan tushgan maxfiy buyruqdek qabul qiladi. Men shuni aniq aytaman. Agar biror muassasa 60 yoshdan oshganlarni davolamanglar degan rasmiy hujjatga tayanayotgan bo'lsa, bu hujjatni ko'rsatish kerak. Og'zaki gap qonun emas. Ilgari qanday edi? Ko'pchilik eski amaliyotga o'rganib qolgan. Katta yoshdagi bemor keladi. Shifokor unga ko'proq ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Og'ir operatsiyadan oldin bir nechta mutaxassis ko'rgi bo'ladi. Yurak tekshiriladi, anesteziolog xulosa beradi. Ayrim hollarda haqiqatan ham operatsiya qilinmas edi, lekin bu yosh uchun emas, xavf juda yuqori bo'lgani uchun. Masalan, bemorda yurak yetishmovchiligi, og'ir bosishda nafas yetishmovchiligi bor, qon nazoratda emas. Buyrak faoliyati keskin pasaygan bo'lsa, shifokor hozir operatsiya xavfli deyishi mumkin. Bu to'g'ri, lekin to'g'ri javob shunday bo'lishi kerak. Biz sizni davolamaymiz emas, avval holatingizni barqaror qilamiz. Mana bu tekshiruvlardan o'tasiz, keyin konsilium qaror qiladi. Hozir nima o'zgardi? Tibbiyotda yondashuv ancha aniq bo'lishi kerak. Bemorning yoshi emas, uning funksional holati muhim. 2 yoshli odam kuniga 5 kilometr piyoda yuradi, bosimi joyida, qandi nazoratda, yuragi yaxshi ishlaydi. Bunday odam ayrimgida 5 yoshli, lekin semizlik chekish, qandli diabet va yurak muammosi bor bemordan ancha yaxshi operatsiya ko'tarishi mumkin. Yana bir misol, 75 yoshli ayol bor. O'zi yerida ovqatlanadi, xotirasi yaxshi, qon tahlillari yomon emas. Unda o't pufagida tosh bor. Og'riq tez-tez qaytalanadi. Uni faqat 75 yosh deb operatsiyadan chetlatish noto'g'ri. Shifokor xavfni hisoblaydi, kerak bo'lsa kam invaziv usul tanlaydi. Anesteziolog bilan baholaydi. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Agar sizga yoki yaqinlaringizga tekshiruvsiz, tahlilsiz, konsiliumsiz yoshingiz katta bo'lmaydi deyilgan bo'lsa, siz xavotir olishingiz kerak. Chunki bu tibbiy xulosa emas. Bemorni ko'rmay turib, faqat tug'ilgan yilga qarab qaror qilish mumkin emas. Agar sizdan hujjat so'rashmasa, tahlil yozib bermasa, boshqa mutaxassisga yo'naltirmasa, rad javobini yozma bermasa, demak vaziyatni nazoratga olish kerak. Ayniqsa insult belgilari, yurak og'rig'i, nafas qisishi, kuchli qorin og'rig'i, qon ketishi, hushdan ketish, oyoq qo'l uvishishi kabi holatlarda yosh haqida bahslashib o'tirish umuman mumkin emas. Bunday holatlarda tez yordam va shoshilinch yordam ko'rsatilishi shart. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar shifokor sizga hozir operatsiya qilmaymiz, chunki gemoglobin past, yurak ritmingiz buzilgan, bosimingiz 200 ga chiqyapti, avval kardiolog ko'radi, keyin qayta bog'laymiz desa, bu rad etish emas, xavfsizlik chorasi bo'lishi mumkin. Agar shifokor sizga ochiq operatsiya xavfli, lekin dori bilan davolaymiz yoki boshqa yengilroq usulni ko'ramiz desa, bu ham ba'zan to'g'ri. Muhimi sizga sabab tushuntirilishi, reja berilishi va keyingi qadamlar ko'rsatilishi kerak. Boring,
uyda yoting degan gap bilan mana sabab, mana reja, mana nazorat kuni degan gap o'rtasida katta farq bor. Real hayotdagi misolni olaylik. 6-8 yoshli erkak ko'krak sohasida og'riq bilan poliklinikaga boradi. Unga yoshingiz o'tgan, bosimdan bo'lsa kerak deyishadi, uyga yuborishadi. Oradan 2 kun o'tib infarkt bo'ladi. Bu yerda xato yosh masalasida emas, xavf belgilarini e'tiborsiz qoldirishda. To'g'ri yondashuv qanday bo'lishi kerak edi? Elektrokardiogramma, qon bosimi, qondagi shakar, kerak bo'lsa troponin tahlili, kardiolog ko'rigi va shoshilinch yo'naltirish. 6-8 yosh infarkt xavfini kamaytirmaydi, aksincha oshiradi. Demak, katta yoshdagi bemorni qarilik deb uyga jo'natish xavfli. Yana bir misol. 61 yoshli ayol tizzasi og'rishi sababli yurishi qiyinlashgan. U protez operatsiyasi haqida so'raydi. Unga 6 dan keyin bunday operatsiya qiyin deyishadi. Aslida tizza bo'g'imi protezi ko'plab mamlakatlarda aynan 6-65-70 yoshdan keyin eng ko'p qilinadigan operatsiyalardan biridir. Albatta, har bir bemor alohida baholanadi. Vazn katta bo'lsa, qon nazoratda bo'lmasa, yurakda muammo bo'lsa, avval tayyorgarlik kerak. Lekin yoshning o'zi rad etish sababi emas. Agar bemor operatsiya tufayli mustaqil yura olsa, og'riq kamayib, yiqilish xavfi pasaysa, bu uning hayot sifatini jiddiy yaxshilaydi. 3-misol, 72 yoshli bemorda prostata bilan bog'liq muammo bor. Kechalari 5-6 marta turadi, siydik tutilib qoladi. Unga yoshingiz katta, kateter bilan yuravering deyishadi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Ba'zan kateter vaqtinchalik yechim, ba'zan dori yordam beradi, ba'zan esa operatsion usul kerak bo'ladi. Qaror urolog ko'rigi, ultratovush, PSA, buyrak holati. Siydik yo'llaridagi asoratlar asosida chiqariladi. Bemor 72 yoshda bo'lgani uchun azob chekib yurish kerak degan qoida yo'q. Endi eng nozik joy istisnolar. Ba'zi vaziyatlarda shifokor davolashning ayrim turini tavsiya qilmasligi mumkin. Masalan, saraton kasalligining juda kech bosqichida og'ir kimyoterapiya bemorga foydadan ko'ra zarar ko'proq keltirishi mumkin. Tagli yoshli bemorda organizm juda zaif, vazni keskin kamaygan, yuragi kuchsiz, buyragi ishlamayotgan bo'lsa, shifokor agressiv davolash o'rniga og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, ovqatlanishni yaxshilash, parvarish va palliativ yordamni tanlashi mumkin. Bu davolamaymiz degani emas. Bu davolash maqsadi o'zgargani degani. Maqsad endi kasallikni to'liq yo'qotish emas. Bemorning qolgan hayotini imkon qadar og'riqsiz va izzat bilan o'tkazish bo'lishi mumkin. Yana bir istisno operatsiya xavfi kasallik xavfidan yuqori bo'lsa, masalan, 39 yoshli bemorda kichik churrasi bor, og'rimaydi. Ichoq tiqilishi yo'q. Lekin yuragida og'ir yetishmovchilik bor. Shifokor hozircha kuzatamiz desa, bu asosli bo'lishi mumkin. Chunki operatsiya stolida xavf katta. Lekin shifokor buni aniq tushuntirishi kerak. Sizga umuman yordam yo'q emas. Hozir xavf yuqori. Mana kuzatuv rejasi. Agar mana bu belgilar bo'lsa, darhol kelasiz deyishi kerak. Ko'pchilik tushunmaydigan yana bir nuqta bor. Tibbiyotda rad javobi bilan muqobil davolash bir xil narsa emas. Agar bemorga bitta usul to'g'ri kelmasa, boshqa yo'l ko'riladi. Masalan, ochiq operatsiya xavfli bo'lsa, laparoskopiya, endoskopik usul, dori, fizioterapiya, reabilitatsiya yoki palliativ yordam ko'rib chiqiladi. Shifokor sizga bu usul mumkin emas deyishi mumkin. Lekin sizga hech narsa qilinmaydi deyishi noto'g'ri. Endi maxfiy buyruq haqida. Men odamlarga doim shuni aytaman. Sog'liqni saqlash tizimida ko'rsatmalar, klinik protokollar, yo'riqnomalar, buyruqlar bo'lishi mumkin. Lekin bemorning yoshiga qarab davolamaslik kabi masala yashirin, og'zaki va tekshirib bo'lmaydigan gaplar bilan hal qilinmaydi. Agar sizga yuqoridan buyruq bor deyishsa, tinch ohangda so'rang. Iltimos, shu buyruqning raqamini, sanasini va nomini yozib bering. Ko'pincha shundan keyin gap o'zgaradi. Chunki og'zaki buyruq bilan bemorning huquqini cheklab bo'lmaydi. Pitfall, ya'ni tuzoq joylar ham bor. Birinchisi, qarindoshlarning o'zi ham ba'zan bemorni himoya qilaman deb uning imkoniyatini kamaytirib qo'yadi. Onam 65da. Operatsiya qilinsa ko'tara olmaydi. Otamni qiynamanglar deyishadi. Albatta, ehtiyotkorlik kerak. Lekin qarorni qo'rquv emas, mutaxassislar xulosasi belgilash kerak. Ikkinchisi, bemor o'z kasalliklarini yashiradi. Masalan, qandli diabet borligini aytmaydi. Doimiy ichadigan dori nomini bilmaydi. Bosimni tez-tez ko'tarilishini yashiradi. Natijada shifokor to'liq baholay olmaydi. Uchinchisi, hujjatlar tarqoq bo'ladi. Eski tahlillar uyda. Akaga boshqa joyda dorilar ro'yxati yo'q. Bu ham qaror chiqarishni qiyinlashtiradi.
Yana bir muhim nuqta. 6 yoshdan keyin davolanishda vaqt juda muhim. Katta yoshdagi odam bir o'z qutaylik deb ko'p yurib qolsa, kasallik tez asorat beradi. Masalan, oddiy siydik yo'li infeksiyasi buyrakka o'tishi mumkin. Oyoqdagi kichik yara qandli diabet fonda yiringlab ketishi mumkin. Bosim nazorat qilinmasa insult xavfi oshadi. Shuning uchun qarilikda hamma og'riydi degan gap eng xavfli gaplardan biri. Og'riq, holsizlik, nafas qisishi, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, xotira buzilishi, yiqilish bularning hammasi sababini aniqlashni talab qiladi. Endi amaliy qadamlar. Agar sizga yosh katta davolamaymiz deyishgan bo'lsa, birinchi qadam xotirjam bo'ling va janjal qilmang. Janjal ko'pincha masalani yechmaydi, aksincha yozma javob olishni qiyinlashtiradi. Ikkinchi qadam. Shifokordan aniq tashxisni so'rang. Menda nima kasallik bor? Xavf nimada? Qaysi tekshiruvlar kerak? Qaysi davolash usullari bor deb so'rang. Uchinchisi, rad etish bo'lsa, yozma xulosa so'rang. Operatsiya tavsiya etilmaydi deyilsa, sabab yozilsin, yurak xavfi, anesteziya xavfi, tahlil natijasi, kasallik bosqichi, yoshi sababli degan umumiy gap yetarli emas. 4-qadam, hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, ambulator karta, oxirgi tahlillar EKG, UZI, rentgen yoki MRT natijalari, kasalxonadan chiqarilgan epikrizlar, ichayotgan dorilar ro'yxati, allergiya haqida ma'lumot. Dorilar ro'yxatida faqat nom emas, dozasi ham bo'lsin. Masalan, enalapril 10 mg ertalab, metformin 500 mg kuniga 2 marta, aspirin 7-5 mg kechqurun. Bu ma'lumotlar shifokorga juda katta yordam beradi. 5-qadam. Ikkinchi, fikr oling. Bir shifokor bo'lmaydi degani yakuniy hukm bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa operatsiya, onkologiya, yurak, qon tomir, buyrak, nevrologiya masalalarida boshqa mutaxassisga ko'rinish foydali. Lekin ikkinchi fikrga borganda oldingi shifokor yomon dedi deb emas, hujjatlar bilan boring. Mana tashxis, mana tahlillar, mana tavsiya, sizningcha xavf va foyda qanday deb so'rang. Shunda javob aniqroq bo'ladi. 6-qadam. Muassasa rahbariyatiga murojaat qiling. Poliklinikda bo'lsa, bo'lim mudiri yoki bosh shifokor o'rinbosariga, shifoxonada bo'lsa, qabul bo'limi mas'uli yoki bosh shifokorga yozma ariza bering. Arizada hissiyot emas, fakt yoziladi. Falon sanada falon shifokorga murojaat qildim. Falon shikoyatlarim bor. Tekshiruv yoki davolash bo'yicha rad javobi oldim. Rad etish sababi yozma berilmadi. Menga tibbiy ko'rik, asoslangan xulosa va keyingi davolash rejasi berishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasi sizda qoladi. Kirim raqami qo'yilgan bo'lsa yanada yaxshi. 7-qadam. Agar shoshilinch holat bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Ko'krak og'rig'i, yuz qo'l oyoqning bir tomoni uvishishi, nutq buzilishi, nafas yetishmasligi, kuchli qon ketishi, hushdan ketish, qorin qattiq og'rishi, siydik chiqmay qolishi, yuqori isitma va alahsirash bo'lsa, poliklinika navbatini kutmang. Tez yordam chaqiring yoki shoshilinch qabul bo'limiga boring. Bunday vaziyatlarda yoshi katta degan gap yordamni kechiktirishga sabab bo'lmasligi kerak. 8-qadam. Suhbatni to'g'ri olib boring. Shifokorga siz meni davolamayapsiz deb hujum qilish o'rniga menga xavfni tushuntirib bering. Qaysi yo'l xavfsizroq, qaysi tekshiruvdan keyin qaror qilamiz deb so'rang. Yaxshi shifokor bunday savolni qadrlaydi. Agar javob baribir umumiy bo'lsa, iltimos buni yozma xulosada ko'rsating deyish kerak. Yozma xulosa mas'uliyatni oshiradi va keyingi bosqichlarda sizga dalil bo'ladi. 9-qadam. Bemorning roziligi va qarorini hurmat qiling. Katta yoshdagi odamning o'zi hushyor fikri joyida bo'lsa, uning o'rniga hamma qarorni farzandlari chiqarib yubormasligi kerak. Shifokor xavfni tushuntiradi, oila yordam beradi. Lekin bemorning o'zi muhim. Ba'zan yetim yoshli inson men operatsiyadan qo'rqaman, dori bilan yuraman deydi. Ba'zan esa men yurishni xohlayman, xavfni tushundim, tayyorman deydi. Tibbiyotda xabardor rozilik degan tushuncha bor. Bu aynan shuning uchun kerak. 10-qadam, profilaktikani kutmang. Olim yoshdan keyin odamlar har yili qon bosimi, qand, xolesterin, buyrak ko'rsatkichlari, EKG, ko'z, tish, eshitish, suyak mo'rtligi, saraton skrininglari bo'yicha muntazam ko'rikdan o'tish kerak. Kasallik og'irlashganda davolashmayapti degan muammo ko'proq chiqadi. Agar kasallik erta topilsa, davolash yengilroq, xavf pastroq, natija yaxshiroq bo'ladi. Men ekspert sifatida eng muhim xulosani aytaman. 6 yoshdan keyin davolash to'xtamaydi. Aksincha, davolash yanada puxta, ehtiyotkor va individual bo'lishi kerak. Yosh xavfni oshirishi mumkin, lekin huquqni bekor qilmaydi. Shifokor mumkin emas desa, sababini aytish kerak.
Xavf yuguri desa, uni qanday kamaytirishni tushuntirish kerak. Operatsiya emas desa, boshqa davolash rejasini ko'rsatish kerak. Bemor va oila esa hujjat yig'ishi. Yozma xulosa so'rashi, ikkinchi fikr olishi va shoshilinch belgilarini o'tkazib yubormaslik kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Necha yosh, qanday tashxis, nima deb javob berishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilaman. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin. Like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va eng muhimi yodingizda tuting. Yosh insonning davolanish huquqini olib qo'ymaydi.